Rahmatli Bobur Usmonov, shu Alisher Usmonov jiyanlari, ular bilan siz turmush qurgansiz, shu birinchi turmushingiz. Ular avariyada vafot etganlar. Shu hodisa bo'lgan kun biz urushib qolgan bo'lganmizda. 3 kun urushib qolgan bo'lganmiz. Keyin 3 kun ayamiki dedim. Oxirgi kun sog'inganmanda, restoranda edim o'rtog'im bilan. Keyin давай заедем по дороге deganmanda, ismiy klub bo'lardi. O'sha yoqqa kirganman. Shunday kirganmanda 3 kun gaplashmayapmiz-ku. Borman ko'rib hech kim yo'q, bitta o'zi o'tiribdi barda, yonida o'rtoq, pustoy bor. Shunday olganda, shunday quchoqlaganda, qo'yib yubormagan, dolgo держал. Keyin o'sha kuni keyin вот так он меня берет, вот так держит и говорит: ketishing kerak deydi. Nimaga aytsam, ты должна уехать, надо ехать deganda. Keyin mashinaga o'tirganman, xafa bo'lib, что это вообще, зачем тогда, и все не надо deb yana urishib boshlaganman-da. Keyin yana eshikni yopsam, eshikni yana ochib, вот так обнял, долго держал. Keyin все уезжает degan, eshikni qulflagan и обратно вернулся. Keyin uyga borganman, uyg'onyapman, звук какой-то, как будто кто-то qusyapti. Mana shunaqada отравление bo'lgan kimdir, shunaqa ощущение. Sekin turib borsam, звукка ayam turibdilar. Ayam nimada, o'zlarini vannalarida b deyaptilar-da, umr deyaptilar. Oizlar. Да, умер, умер, boshimga. Вот так маму я взял, кто умер? Мама desam, твой бабур умер deganlar. И в этот момент как будто я заморозилась, bilasizmi, o'sha paytdan beri. Shunday заморозка bo'lib qolganman-da. Уже даже дальше уже автоматом. Даже дальше уже помню, как я в морг поехала, меня туда не пустили. Потом я вернулась, его тело занесли кот-то, близу 96 сантиметр, 100 kilo kot, chiroyli odam yotibdi, завернутый. Shunday prostaning tagiga kirganman-da, yoniga yotganman. 6-8 soatmi? Shunaqa yotganman. Потом его